o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga 7 yilgacha bo'lgan muddatga 100 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'lari imtiyozli kredit sifatida ajratiladi. Siz video boshlashdan oldin like hamda obuna bilan qo'llab qo'ying, men esa manbalarigacha ko'rsatib, to'liq ma'lumot beraman. Umuman olganda ushbu dastur tasdiqlanganiga salkam 1 oy bo'lyapti, lekin haligacha ko'pchilikning bu haqida xabari yo'q. 2025-yil 14-fevraldagi prezidentning 62-sonli qaroriga muvofiq yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish hamda ularning bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar biznesi dasturi tasdiqlandi. Hamda dasturga ko'ra 18 yoshga to'lgan hamda 30 yoshdan oshmagan o'z-o'zini band qilgan yoshlarga 7 yilgacha muddatga 100 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'lari imtiyozli kredit sifatida ajratiladi hamda kredit ta'minoti sifatida sizdan shunchaki sug'urta polisi yoki uchinchi shaxs kafilligi talab etiladi. Ushbu imtiyozli kreditning ishlatilish maqsadlari yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, ya'ni ishlab chiqarishni tashkil etish, hunarmandchilik, chorvachilik, parrandachilik, umuman olganda qishloq xo'jaligining deyarli barcha sohalari uchun tatbiq qilinadi. Umumiy qilib yana bir takrorlab qo'yamiz, ushbu imtiyozli kreditni 7 yilgacha o'z-o'zini band qilgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarga tadbirkorligini rivojlantirish uchun 100 million so'mgacha ajratiladi. Hamda siz ushbu kreditni Yoshlar banki, ya'ni Aloqa bank tijorat banki orqali olishingiz mumkin. Agar sizda videodan tashqari yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, albatta obuna bo'ling hamda savolingizni bizga yuborib qo'ying. Albatta javob beramiz.